Assalomu alaykum aziz avtomobil ishqibozlari. Bugun sizlar bilan birgalikda Honda kompaniyasining eng mashhur va eng ishonchli crossoverlardan biri bo'lgan yangi Honda Triv'ni yaqindan ko'rib chiqamiz. Agar siz zamonaviy dizayn, kuchli texnologiya va oilaviy qulaylikni bir mashinada ko'rishni xohlasangiz, bugungi video aynan siz uchun. Hozir biz old qismdan boshlaymiz. Honda Triv'ning old dizayni juda agressiv va premium ko'rinishda yaratilgan. Katta qora radiator panjarasi markazida Honda logotipi joylashgan bo'lib, u avtomobilga kuchli xarakter beradi. LED faralar juda ingichka va zamonaviy uslubda ishlab chiqilgan, kunduzgi yoritgichlar esa yo'lda darhol ko'zga tashlanadi. Old bamper past qismida sport ko'rinish beruvchi havo kirish teshiklari mavjud, tumanga qarshi chiroqlar esa kechasi haydashni yanada xavfsiz qiladi. Kapoti ustidagi chiziqlar aerodinamikani yaxshilash bilan birga avtomobilga mushakli ko'rinish beradi. Bo'yoq sifati juda yuqori darajada, yorug'lik ostida metal rang chuqur porlaydi va bu Triv'ni haqiqiy premium crossover sifatida ko'rsatadi. Endi yon tomonga o'tamiz. Bu yerdan Triv'ning haqiqiy oilaviy suv ekanini sezish mumkin. Katta eshiklar, baland oynalar va keng salon hissi darhol bilinadi. Yon oynalarda xrom bezaklar ishlatilgan, tomda esa yuk joylash uchun relslar mavjud. Disklar 18 yoki 19 dyumli alyuminiy bo'lib, shinalar yo'lni mahkam ushlab turadi. Kuzov chiziqlari orqaga tomon silliq oqib boradi va avtomobilga harakat hissini beradi. Endi orqa qismga e'tibor qaratamiz. Orqa LED stop chiroqlari vertikal shaklda joylashtirilgan bo'lib, bu Honda Triv'ning o'ziga xos belgisi hisoblanadi. Bagaj eshigi elektrli bo'lib, tugma orqali oson ochiladi. Yukxona juda keng, oilaviy sayohatlar, bozor xaridlari yoki uzoq safarlar uchun yetarlicha joy bor. Orqa bamperda himoya qoplamalari mavjud, bu esa yuk ortishda kuzovni shikastlanishdan saqlaydi. Endi salon ichiga kiramiz. Eshik ochilishi bilan sizni zamonaviy va toza dizayn kutib oladi. O'rindiqlar yumshoq charm bilan qoplangan, yon tomonlari tanani yaxshi ushlab turadi. Haydovchi o'rindig'i elektr sozlanadi, balandligi va orqa tayanchi aniq moslanadi. Rul charm bilan o'ralgan va ko'p funksiyali tugmalar bilan jihozlangan. Old panelda katta raqamli displey joylashgan bo'lib, unda tezlik, yoqilg'i sarfi va barcha muhim ma'lumotlar ko'rsatiladi. Markaziy sensor ekran orqali navigatsiya, kamera, musiqa va telefon boshqariladi. Apple CarPlay va Android Auto mavjud, ya'ni smartfoningizni bir zoomda ulashingiz mumkin. Konditsioner 2 zonali bo'lib, haydovchi va yo'lovchi alohida harorat tanlay oladi. Orqa o'rindiqlarda ham shamollatish teshiklari bor. Bu yozgi issiqda juda katta qulaylik yaratadi. Markaziy konsolda simsiz quvvatlash joyi, ichimlik qo'yish uchun joylar va katta qo'ltiqtayoq mavjud. Orqa o'rindiqlarga o'tamiz. Bu yerda oyoqlar uchun joy juda keng. 3 nafar katta odam bemalol o'tirishi mumkin. O'rindiqlar buklanadi va shu orqali yuk joyini yanada kattalashtirish mumkin. Panoramik tom oynasi salonni yorug' va keng ko'rsatadi. Endi dvigatel haqida gaplashamiz. Honda Triv bir nechta variantlarda taklif qilinadi. Benzinli, gibrid va ba'zi bozorlarda to'liq uzatmali versiyalar mavjud. Gibrid modeli ayniqsa yoqilg'i tejamkor bo'lib, shahar ichida juda kam sarf qiladi. Dvigatel jim ishlaydi, tezlanish silliq va uzatmalar deyarli sezilmay almashadi. Xavfsizlik tomoniga kelsak, Honda bu yerda ham juda kuchli. Adaptive Cruise Control, avtomatik tormoz tizimi. Yo'lda Honda Triv juda barqaror yuradi. Rul yumshoq, osma tizimi notekis yo'llarni yaxshi yutadi. Shahar ichida ham, trassada ham o'zini ishonchli tutadi. Shovqin izolyatsiyasi yuqori darajada, tashqi tovushlar salon ichiga kam kiradi. Agar siz oilangiz uchun qulay, zamonaviy, ishonchli va tejamkor avtomobil qidirayotgan bo'lsangiz, Honda Triv juda to'g'ri tanlov bo'la oladi. Bu mashina nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki qulayligi, texnologiyasi va haydash hissi bilan ham yuragingizni zabt etadi. Aziz do'stlar, bugungi ko'rib chiqishimiz shu yerda yakunlanadi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroq belgisini yoqing, chunki oldinda yana ko'plab yangi avtomobillar, real sharhlar va qiziqarli testlar sizni kutmoqda.
E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha